Eng ajablanarli o'lim, men shu o'ylaymanki, ulamolarda o'limi bo'lsa kerak. Chunki ular o'sha o'layotganda gapirgan narsalarini ko'radi ular. Oson, unga o'lish osonlashadi shunda. Ammo eng qiyin o'lish o'limdan qochgan odamning o'lishi. Waja'at sakratul maut bil haqq, zalika ma kunta minhu tahid. Va o'lim masligi haqni olib keldi endi mana deydi. Mana shu sen qochib yurgan narsang edi. O'lim masligi. Nima uchun o'lim masligi deyilyapti? Chunki o'lim og'rig'ida odam mastdek karaxt bo'ladi. Buni tasdig'i o'layotgan odamga qarasangiz, atrofida qichqirgan odamlar bilan ishi yo'q uni. Xuddiki mast odam atrof bilan ishi bo'lmaganidek o'ziga o'zi ovora bo'lib yotibdi. O'lim to'shagida yotishlikda ham ana shunaqangi karaxtlik, odam og'rig'idan karaxt bo'lishi bor. Ana shuni sakro deyiladi, mast. O'lim mastligi haqni olib keldi insonga mana deyapti. Ana o'shangacha yoziladi hamma narsa. O'lim mastligi bu og'riq bu. Shunchaki maza qilib mana aroq ichgan odam mast bo'lib, dunyo bexabar yotgandagi bu maza qilib mast bo'lib yotish emas bu. Og'rig'i, o'lim og'rig'i. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana o'lim to'shagida yotganlarida subhanalloh deb ajablanganlar. Inna lil mauti sakarat. O'limni mastligi bor ekan deganlar. Jon beryapti aytganlar bu gapni. Rasululloh hatto. Endi boshqa odamlarni tasavvur qilavering. Odamni o'lim og'rig'i mast qilib qo'yadi. Atrofdan uzilib qolasiz. Albatta mo'minga yengillatilinadi, lekin baribir bor o'sha mastlik. Hamma uni totadi. Eng oson o'laydiganlar shahidlar va ulamolar, payg'ambarlardan keyingi ya'ni. Eng oson o'laydigan shahidlar va ulamolar. Chunki shahidga o'lishidan avval jannatdagi joyi ko'rsatilmay o'lmaydi deganlar. Albatta jannatdagi maqomini ko'radi, keyin o'ladi. Natijada inson bu yerda ruhi chiqib ketishi osonlashadi. U qanday narsalar uni kutayotganligini ko'rgandan keyin. O'lim sakrasi, ya'ni mastligi, og'rig'i unga osonlashadi. Ulamolar ham xuddi shunday. Hayotida gapirib yotgan narsasini ko'radi u. Shuning uchun o'lish unga oson bo'ladi. Eng ajablanarli o'lim, men shu o'ylaymanki, ulamolarda o'limi bo'lsa kerak. Chunki ular o'sha o'layotganda gapirgan narsalarini ko'radi ular. Oson, unga o'lish osonlashadi shunda. Ammo eng qiyin o'lish o'limdan qochgan odamning o'lishi. Shuning uchun ham oyatda aytilyapti bunda zalika ma kunta minhu tahid. Mana shu sen undan qochib yurgan narsang edi deyapti. Chunki uni jasadda dunyoda o'limdan qochib qo'rqib yurgan bo'lsa, oxiratda endi o'layotgan chog'da, ya'ni ruhi ham, uni jasadi ham farishtalarning qo'lidan qochaman deydi. Buni biz hadisda o'tdik. Mo'min jon berish holatini yo kofir fosiq jon berish holatini ruhi jasadiga qochib ketadi deyilgan. Xuddiki sixni namlab bir paxtani ichidan sug'urib olgandek, keyin uni ruhini jasadidan sug'urib olinadi. Ruh jasaddan ajralishi oson narsa emas. Buni bir tushunmoqchi bo'lsangiz mana qarang. Bugun inson oddiy bir necha yil yashab o'rganib qolgan narsa yoki shaxsidan kechishi qanday oson emas. Misol uchun, xotin taloq qilish oson emas. Chunki jasadingiz uni jasadi bilan birga bo'lgan. Ajrashish oson narsa emas. Odam ajrashsa o'ziga kela olmay yuradi ancha vaqt. Yoki xotini o'lib qolsa bir odamni ancha vaqt o'ziga kelmaydi. Chunki jasadiga o'rganib qolgan uni. Xotinni qo'ying, mayli u odam. Inson o'rganib qolgan buyumlardan voz kechish oson emas. Masalan, bir uyda 1 yil yashasangiz, ana shundan chiqib ket deyilsa, odam g'alati bo'lib qoladi. Qarang, holbuki u bir temir tersak, bir tosh tuproq uy ya'ni. Chiqib ket mana shu yerdan deyilsa, odam g'alati bo'lib qoladi. Shuni tashab ketgisi kelmaydi uyini. 1 yil yashagan uyni tashab ketgisi kelmaydi. Odam yoshligida o'ynab katta bo'lgan daraxtlarini sog'inadi hattoki qarang. Bir daraxt bo'lsa, mahallangizda yoshligingizda o'sha daraxt ustiga chiqib yurgansiz. O'sha daraxtni bunday qarasangiz g'alati bo'lasiz. Yoshligimda shu daraxtlar ustiga chiqib yurardim deb odam g'alati bo'ladi. Ichidan har xil kechinmalar o'tadi. Yoki oddiy qo'lingizda ishlatib turgan telefoningiz hozir. O'rganib qolasiz. Bir kun shu o'g'irlab ketilsa g'alati bo'lib qolasiz. Ertalab tursangiz yoningizda yo'q bo'lsa g'alati bo'lib qolasiz. Ko'ryapsizmi? Odam atrofidagi buyumga qanday o'rganib qoladi? Endi tasavvur qiling. Alloh oson qilsin o'lishimizni hammamizni. Siz 60 yil yashaysizmi, 70 yil yashaysizmi? 70 yil birga yashagan jasaddan ruhingiz ajralishi endi qanaqa qiyin bo'ladi? Tasavvur qilyapsizmi? Aytyapmiz, odam bir uyda 1-2 yil yashasa,
O'sha yerdan chiqib ketishda ko'zi qiymay yana orqasiga bir qarab, oldiga bir qarab, bag'ri dili bir g'alati bo'lib chiqib ketadi. Uy u, buyum. Endi aytayapmizki, bir umr yashalingan jasad ichidan ruh chiqib ketishi kerak. Qaytib kirmaydi bu jasadga, ya'ni u. To'g'ri, qayta tiriladi, lekin bu jasadga emas. Bo'ldi, shu bilan yo'q. Hozir men siz ham bir uydan chiqsangiz boshqa uyga kirasiz. Lekin baribir g'alati bo'lasiz. Endi jasad deyapman, 60 yil yashaydi inson, 70 yil yashaydi shu jasadning ichida. Shu bilan u jasad qoladi endi tuproqda. Tasavvur qiling endi qanaqangi og'riq bu. Ana shunda insonga Alloh narigi dunyodagi martabasini ko'rsatsagina yordam bo'ladi. Chunki bugun masalan bir uydan chiqmoqchi bo'lsangiz, bir g'alati bo'lib turgan bo'lsangiz, keyin sizga bir yangi uy ko'rsatilsa, nimasiga g'alati bo'lasiz uni? Mana qarang bu uy qanday yaxshi desa, odamga oson-ku chiqib ketadi tashlab. Ha, undan yaxshisi kutyapti ekan meni deydi. Yoki bir xotin taloq qilmoqchi bo'lsa, bir odam g'alati bo'lib turgan bo'lsa, unga boshqa xotinni ko'rsatsangiz, mana bundan boshqa xotin turibdi, bundan yaxshi xotin turibdi desangiz, oson bo'ladi unga. Yomon xotinining talog'ini berib yorib, boshqa xotinga uylanishligi. Ana shunga o'xshab Alloh mu'minga yordam qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "Man ahabba liqa Alloh, ahabba Allohu liqa'ah, va man kariha liqa Alloh, kariha Allohu liqa'ah." Kim Allohga yo'liqishni yoqtirsa, Alloh ham unga yo'liqishni yoqtiradi deganlar. Kim Allohga yo'liqishni yoqtirmasa, Alloh ham unga yo'liqishni yoqtirmaydi. Ya'ni Allohga yo'liqishni yoqtirish degani inson Allohga yo'liqib vafot etishlikni, Allohni sog'inishligi. Ana shunda o'lish oson bo'ladi sizga deyapman. Agar kim yoqtirmasa Allohga yo'liqishlikni, o'limdan ya'ni qochsa, Allohga yo'liqishni istamasa, Alloh ham unga yo'liqishni istamaydi. Allohga yo'liqishni istamagandan keyin esa odamning ahvoli qiyin bo'ladi. Ya'ni Alloh uni o'z huzuriga olishda unga yordam bermaydi. Mana shu hadisda Oysha onamiz aytganlar: "Ya Rasululloh, kulluna nakrahul maut." Axir hamma odam o'limni yomon ko'radi-ku deganlar. Ya'ni o'limdan qo'rqadi-ku hamma endi baribir. Rasululloh aytganlarki, buni nazarda tutilgani yo'q. To'g'ri, odam fitratida bor o'limdan qochish, o'limdan qo'rqish. Bu yomon narsa emas hech qanaqa. Tabiiy bu. Lekin hadisdan maqsad shuki, hadis davomida aytganlar o'zlari buni. Kim Allohga yo'liqishni yaxshi ko'rsa, Alloh ham unga yo'liqishni yaxshi ko'radi degani, mu'min o'layotganda Allohning rozilik, mag'firat va jannatini unga ko'rsatiladi. Shu xabar beriladi. Ana shunda u Allohga yo'liqishlikni xohlab qoladi. Ya'ni o'lgisi kelib qoladi. Mu'min odam. Va qarabsizki, ruh chiqib ketishi oson bo'ladi unga. Yuqorida aytgan misolimizdek, bir uydan boshqa uyga ko'chmoqchi bo'lsangiz, boshqasi yaxshiroq bo'lsa, eskidan chiqib ketishingiz osonroq bo'ladi. Mu'minga ham ana shunday Allohning roziligi, mag'firati kutayotgani, jannatlar o'layotganda ko'rsatiladi. Natijada Allohga yo'liqishni xohlab qoladi mu'min deganlar. Ya'ni o'lgisi kelib qoladi. Ammo kofir, munofiq, fosiqlar bo'lsa, o'layotgan chog'da Allohning g'azabi, noroziligi unga ko'rsatiladi. Shunda u Allohga yo'liqisi kelmay qoladi. Chunki biladi-da uni nimalar kutyapti endi. Alloh ham ana shunda unga yo'liqishlikni xohlamaydi deganlar. Endi buni jasadi chiqishligini, og'irligini tasavvur qilavering. Xuddiki bir odamni hozir uyidan majburlab sudrab qamoqxonaga olib ketilayotgandek bo'ladi u. Qanaqa tirmashadi haligi odam, qo'yib yuboringlar, uyimda qolaman deb tirmashib, yopishib olib hamma yoqda yotib oladi, yig'laydi. Hatto o'zini o'zi bir pichoqlab ham qo'yadi. Undan ko'ra o'lganim yaxshi deb. Chunki biladi uni olib ketilayotgan joy hozir qanaqa joyligini. Qamoqqa olib ketilayotgan bo'lsa. Inson ham ruhi ana shunaqa jasadning ichida qochib tipirchilaydi. Uni og'irligini tasavvur qilavering. O'zi ayriliq og'rig'i, endi jasaddan chiqish og'rig'i, yana hali uni kutayotgan og'riq. Ana shu sakratul maut degani. Vaja'at sakratul maut bil haqq, o'lim masligi haqni olib keldi. Zalika ma kunta minhu tahid. Sen mana shu qochib yurgan narsang shu edi deyiladi. O'lim masligi haqni olib keldi qarang. Sen qochib yurgan narsa. E'tibor bering. Demak, inson bugun sakratul maut unga haqni olib kelishdan avval bugun haqdan qochmay, haqni eshitish kerak bugun. E'tibor berasizmi oyatga? Zalika ma kunta minhu tahid. Sen undan qochib yurgan narsa shu edi, mana shu haq. Demak, haqdan qochib bo'lmaydi. Haqiqatga tik qarashni o'rganish kerak.
20 yil, 30 yil o'zicha tinch yurganga o'xshab tinch yuraylik, tinch o'tiraylik, eshitma, amal qilma deb odam posiq bo'lib yurish, qochib bo'lmaydi, uzoqqa bormaydi. Ertaga o'layotgan holda o'lim talvasasi sizga haqni olib kelib, keyin mana seni qochib yurgan narsang deyilishdan avval qochib yurmay bugun eshitish kerak odam haqni. Amal qilish kerak qochib yurmay unga.